Bugun ota-ona haqida gaplashamiz. Ota-ona haqida o'ylab ko'rganmisiz hech? Ya'ni hayotingizda ishlaringiz yurishmayapti, puldan qarzlaringiz bor kimdirlardan yoki katta qarzga, kreditga kirgansiz. Harakat qilasiz, baxt sizga yaqinlashmayotgandek yoki munosabatlaringiz ham buzilayotgandek. Ba'zan harakat qiladi inson, lekin go'yo nimadir yo'limizni to'sib turgandek bo'ladi. O'sha payt ko'pincha inson sababini tashqaridan qidiradi, ya'ni omadsizlikdan, taqdirdan, yoki karmadan, yoki yanadir kimdirlardan izlaydi. Lekin bilasizmi, eng katta sabab bu qalbimizda yashirinib yotgan ota-onaga bo'lgan ranjishda bo'ladi. Ota-onadan xafa bo'lgan bu yurak barakani hech qachon ushlay olmaydi. Chunki inson bu dunyoga ota-ona orqali kelgan. Balkim ular sizga mukammal hayot bermagandir. Balki siz kutgan mehrni bermagandir. Balki sizni tushunmagandir. Balki sizni og'ritgan gaplar aytgandir. Lekin bir narsani unutmaylik azizlar. Biz bu dunyoda bor bo'lishimiz uchun o'sha ikkita inson sabab bo'lgan. Ular sizga hayot berdi, nafas berdi va bu dunyoni ko'rish imkonini berdi. Biz ko'pincha ota-onamizdan ideal bo'lishini kutamiz. Lekin bilasizmi, ular ham oddiy inson. Ular ham xato qilgan, ular ham qo'rqqan, ular ham hayot bilan kurashgan. Ular ham qo'lidan kelgancha, imkoniyati boricha sizga o'zini bag'ishlagan. Balki siz ranjigan o'sha inson o'zi ham bolaligidan mehr ko'rmagandir. Balki siz tushunmagan o'sha ota o'zi ham hayotdan charchagan bo'lishi mumkin. Balki siz qattiq qo'l bo'lgan o'sha ona aslida sizni himoya qilmoqchi bo'lgandir. Biz ko'pincha faqat og'riqlarni eslaymiz. Lekin ularni biz uchun qilgan minglab kichik qurbonliklarni ko'rmaymiz. Tunlari uxlamay bolaga qaragan ona, issiq ovqat topib berish uchun mehnat qilgan ota va siz kasal bo'lganingizda ichidan titragan yuraklar. Ota-ona mukammal bo'lmasligi mumkin, lekin ular bizning ildizimiz. Daraxt ildizdan ranjisa quriydi. Inson ildizdan ranjisa barakasi to'xtaydi. Shuning uchun kechirish ular uchun emas aslida, avvalo o'zingiz uchun kerak. Kechirish bu og'ir yukni yerga qo'yish. Kechirish bu qalbni ozod qilish. Kechirish bu hayot eshiklarini ochish demakdir. Endi 3 soniyaga ko'zlaringizni yuming. Oldingizda ota-onangiz turibdi. Tasavvur qiling. Ichingizdagi og'riqlarni sekin qo'yib yuboring va shunday deng: bu og'riqlar bilan ishingiz bo'lmasin endi. Qo'yib yuboring, ulardan voz keching va ota-onangizni ko'zlariga qarang. Ularni ko'zlariga qarang va yuzlariga qarang. Ular bosib o'tgan yo'llarni ularni ko'zlari orqali bir eslang. Ular ham bola bo'lgan. Ular ham sizdek xuddi yosh davrlarni o'tkazgan. Ular ham sizdek umidlar qilgan, rejalar qilgan. Qo'lidan kelganicha sizga harakat qilib borini bergan. Va ko'zlariga qara, shunday deng: men sizlardan ranjigan bo'lsam ham bugun sizni kechiraman.
Chunki sizsiz men bu dunyoda bo'lmas edim. Hayotim uchun sizga rahmat. Shunday deng va xohlasangiz quchoqlang. Yig'lagingiz kelsa yig'lang. Shunda qalbingiz yengillashadi. Ota-onangizni boricha qabul qiling. Chunki ota-onani qabul qilgan inson hayotini qabul qilgan inson bo'ladi. Hayotingizni qabul qilgan inson esa baraka, muhabbat va baxtga yaqinlashadi. Shu joyda bitta hikoyani aytib o'tib ketaman. Bir yigit otasidan juda ham xafa edi. Otasi qattiqqo'l, kam gap va juda ham sovuq edi. Hech qachon o'g'lim, seni yaxshi ko'raman deb o'g'liga gapirmagan. Yigit o'ylardi, otam meni hech qachon sevmagan. Shu sabab u katta bo'ldi va katta bo'lgach otasi bilan deyarli gaplashmay qo'ydi. Uyga kam borardi, qalbida g'azabi bilan yashardi va oradan yillar o'tdi. Bir kuni otasi og'ir kasal bo'lib qoldi va yigit majbur kasalxonaga bordi. Otasi yotgan xonada stol ustida eski daftar turardi. U otasi uxlayotganligi sabab qiziqib daftarni ochdi. Daftar ichida esa shunday yozuvlar bor edi. Bugun o'g'lim birinchi marta yurdi. Juda xursand bo'ldim. Bugun o'g'lim kasal bo'ldi. Butun tun uxlamadim. Bugun o'g'lim maktabga bordi. Men undan faxrlanaman. Har bir sahifada ishonasizmi? O'g'li haqida yozilgan edi. Oxirgi sahifada esa shunday yozuv bor edi. Men o'g'limga sevgimni ko'rsatishni bilmadim, lekin bilaman, men uni dunyodagi hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Yigit daftarni o'qib bo'ldi va qo'lidan daftar tushib ketdi. Ko'zlaridan yosh oqdi va bir narsani tushundiki, ba'zi ota-onalar sevgini gap bilan emas, butun hayoti bilan ko'rsatishini tushundi. Ba'zi otalar esa seni yaxshi ko'raman demaydi, lekin butun umr farzandi uchun mehnat qiladi. Ba'zi onalar qattiq gapiradi, lekin yuragi ichida farzandi uchun doim duo qiladi. Bir kun keladi, siz ota-onangizga aytmagan gaplaringizni aytmoqchi bo'lasiz. Rahmat demoqchi bo'lasiz, kechiring demoqchi bo'lasiz, men sizni yaxshi ko'raman demoqchi bo'lasiz. Lekin vaqt o'tgan bo'ladi. Uy eshigi ochiq bo'ladi, lekin ichkarida sizni kutib oladigan inson bo'lmaydi. Telefon qo'lingizda bo'ladi, lekin qo'ng'iroq qiladigan raqam endi javob bermaydi. Shunda inson tushunadi. Bu dunyoda eng qimmat boylik bu ota-onani tirikligi ekanini. Shuning uchun bugun, hozir, shu ondayoq, agar ota-onangiz tirik bo'lsa, ularni quchoqlang. Agar ular sizdan uzoqda bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Agar ular bu dunyoda bo'lmasa, ular uchun duo qiling. Chunki ota-onani roziligi bu hayot eshiklarini ochadigan eng katta kalitdir. Agar qalbingizda ularga nisbatan ozgina bo'lsa ham ranjish bo'lgan bo'lsa, bugun uni qo'yib yuboring, kechiring. Ularni qadrlang. Ularni yo'qotmasdan oldin sevganingizni ayting. Chunki vaqt o'tyapti, inson ulg'ayyapti. Lekin qalbini bir joyida baribir siz katta inson bo'lsangiz ham, siz ulg'aygan inson bo'lsangiz ham, ota-onangizga muhtoj kichkina bolacha yashaydi. Bu audio siz ota-onangizdan xafa bo'lib, ularni kechira olmayotgan bo'lsangiz va hayotingizda nimadir joyiga tushmayotgandek tuyulayotgan bo'lsa,
aynan siz uchun tayyorlandi azizlarim. Fikrlaringizni kommentda kutaman.